Shahlo kechasi biz hayvonot bog'iga bordik, kema ilonni ko'rdi. Doston! Voymanya bor yurayapti. Kimga? Angami? Ha? Ana turibdi. Javob bera olasanlarmi? Mana senga. Senga nima qildik biz? O'zlaring bilasanlar nima qilganingni. Shu kerakmidi? Don Ziki. Ay, yutdim. Voy, yapyapsan, ko'ring. Voy, buzib qo'ydim. Mana. Yana bir marta ko'chirishga bermaysan. Yana bir marta. Alaykum assalom. Bu nimasi? Turinglar o'rninglardan. Bu nimasi? Tushunmadim. Men sizlarga o'tiringlar deb aytganim yo'q. Endi sekin ovoz chiqarmasdan joyinglarga o'tiringlar. Bunisi boshqa gap. Yaxshi. Demak, bugungi vazifalarni tekshiramiz. Xo'sh, kim doskaga chiqar ekan? Hozir. Ha. Erkaboyeva Kamola. Qani? Ustoz, men uyga vazifani qila olmagandim. Nega qilmading? Ustoz, bilasizmi, kecha uyimizga ko'p mehmonlar kelgandi. Keyin biz oyim bilan changlanib, pollanib birgardik. Keyin ko'p ovqatlar pishirdik, ulgurmagandim. O'tir. 2. Ustoz. O'tir dedim. Ha, mayli. Endi doskaga Hakimjonov Firdavs chiqadi. Qanim. Voy, ustoz. Turaqa. Qani? Uyga vazifani qildingmi? Ustoz, bilasizmi? Kecha ota-onam sinimni menga tashlab ketdi. Unga ovqat berdim, uxlatdim, o'ynatdim. Voy, ulgurmadim dars qilishga. Qaranga, qiynalib qopsiz-ku. O'tir ikki. Ustoz, kechiring, ota-onam. O'tir dedim. Battar bo'l. O'char o'zi sen yetma turibsan. Xo'sh. Kim ekan keyingisi? Ha! Mardonov chiqadi. Qani Mardonov? Tur. Chiq doskaga. Ustoz, to'g'risini aytsam, men uyga vazifani qilganim yo'q. Nega? Chunki men kecha akam bilan ish qildim. Akam maktabga bormaysan dedilar. Shuning uchun men kecha kelmadim. Shuning uchun uyga vazifani ham bilmayman. Akang kim bo'pti maktabga bormaysan deydi? Ustoz, Mardonov Dovudni tanimaysizmi? Mardonov Dovud? Esladim. Akam sizga alangalik salom aytib yubordilar.
akam aytishlari bo'yicha sizni eng sevimli o'quvchingiz bo'lgan ekanlar. Sen nimalar deyapsan o'zi? Sen meni akang bilan qo'rqitmoqchimisan? Akang bezori bo'lsa-chi, o'ziga. Akang o'sha paytda ham bezori bo'lgan. Hozir ham bezori bo'lsa kerak. Ya, meni akang bilan qo'rqitaman deb o'ylayapsanmi? O'tir joyingga. Tur. Mardon. Ekranda novchalar. Ezoza, tasavvur qil. Matematika fani yo'q bo'lib qolganda nima bo'lardi? Nima bo'lardi? Kamroq ikki olardim. Fantaziyani ham rasvo qilding. Ekranda novchalar. Muslima, har doim uyga kelganimda oyim seni eslaydilar. Maqtab eslaydilarmi? Yo'q, dumingni yana olib keldingmi deb eslaydilar. Men dum emasman. Ekranda novchalar. Komol, bugun istirohat bog'iga bormaymizmi? Mazza qilib arg'imchoq uchib kelamiz. Yaxshi g'oya. O'zi ham bormaganimizga ancha bo'ldi. Shu, ketdikmi? Ketdik. Ha, nimaga qarab turibsan? Shunchaki meni ham do'st sifatida taklif qiladi deb o'yladim. Agar shunaqa kutib o'tiraversang, butun umr do'st qolib ketasan. Nima? O'g'il bola-ku, birinchi bo'lib taklif qiladi deb o'yladim-da. Nima? Senga bunaqa omadli takliflar kelishini bu o'rgatganmi? Hoy, uyg'on. Hozir 21-asr. Hozir hech kimni jim kutib o'tirib bo'lmaydi. Hozir hamma narsaga bezbetlarcha erishish kerak. Tushundingmi? Agar shunaqa kutib o'tiraversang, butun umr do'stsiz qolib ketasan. Nima? Butun umr do'st qolib ketmoqchimisan? Yo'q. Ha, unda harakating qil. Xo'p. Boshla. Qilasan Ali, xolasang, yur ertaga istirohat bog'iga boramiz. Yo'dachi, zo'r arg'imcholar bor ekan. Stop! Gapirishini qaranglar. Hozirgi kunda Ali degan ism yo'q. 21-asrda Alif degan ism bor. Alif degan. Qoch, o'zim ko'rsataman. Qalisan Ali, sog'liqlaring yaxshimi? Xohlasang yur ertaga istirohat bog'iga boramiz. Yo'da cho'tki kachellalar bor ekan. Birga uchib kelamiz. Qani? Qalaysan, Shahlo? Voy, qalisan Ali? Yaxshi. Bugun vaqting qanaqaroq? Bugun vaqtim yo'qroq edi. Do'stim Shahzoda bilan istirohat bog'iga bormoqchi edik. Men ham Komol bilan istirohat bog'iga bormoqchi edim. Xohlasang, biz bilan bor. Axir sizlarga botanik do'stlar yo'qmaydi-ku? Shahzoda zamonaviy, xushchaqchaq qiz. 21-asrdagi qizlarga o'xshaydi. Qara. Rostdan ham boramizmi istirohat bog'iga? O'tachi, cho'tki kachelalar bor. Buni bezoriligini qo'lingdan ol. Men bezori do'stlar bilan do'st bo'lmayman. Men botanik va aqlli qizlar bilan do'st bo'laman. O'zi senga botanik do'stlar kerakligini bilardim. Ketdikmi? Mayli. Shahzoda, xayr, ertaga ko'rishamiz. Menga jiddiyroq bo'l deydi. Do'st orttirish uchun aqlli qiz bo'lish kerak ekan